Arzularımızga, nişanlarımızga yetiş üçün bir aylık işleri sergardallık turmuşunu başlayıp ettik desek boludu. Başka yurtlara çıkıp işleydiğen mağdukçuma emse. Bugünkü vlogumni ahırgacha ko'rsanglar nima maqsadda qanaqa bo'lib mengib qoldiqsizligimdan tushuntirib qo'yman. Endi vlogumni ko'rib bilan bu qiz kirim qilmaydi ekan, do'koni ochmaydi ekan deb tushunib qolmanglar. Kirimga zakaz beraversanglar bo'ldi juma. Kirim bakulari do'konga chiqib kirimlarni qilaverma. Do'konni singlim ichyapti, o'sha do'kon bosanglar bo'laverdi. Endi ne ma'nolar qanday olib, endi boshqa yurtlarga menib qoldinglar desanglar, endi bizningki o'zimizga xos bo'lgan o'zimning uyimga ma'vud deb kirdigan bir uyimiz bo'lsa degani bek musiqani bek orzu qilgan bo'lib qoldik-ku. Shu ham shu orzularimizga yetish uchun pul topmasak bo'lmaydi ekan. Shu hamda men do'konimni asam topaverman, o'zimga xajlab yurayman, lekin yo'lishimning topgani uyni o chiqmay bu chiqimda faqat pul yig'ib qilamidik. Biz to'y qilg'ilimi mana 5 yildan eshibdi. Bolamizmi shu oyning oxiri kelib qolsa 4 yoshga to'shadi ekan. 5 yilning yaqinda cho'ng uyga topgan taginimiz ham men shu uyga tiqib shu uyni o'ngshaydigan ayollarni o'ngshab shundan ham qildik, lekin hamda bolamiz 4 yoshga kirdi. Hamda o'zimizning jahonni o'zimiz qurib bir o'zimizga xos bo'lgan bir uylarni tutmasak bo'lmaydi ekan. Shuning uchun bir pul topaylik, pul yig'aylik. Yosh vaqtimizni tirishib olsak, keyin qirg'an japa tatmaymiz degan bir planlar bilan şey kelib qoldi. Endi men yo'lishimni o'zim chiqib qaraman, o'zimning do'konni ochaman. Bu degan mening kasbim. Men shuni yaxshi ko'rmay japa tatmayman. Mishat o'zimning xizmatini qilaman, lekin endi yo'lishimni yaxshi ko'rgandan keyin hamda ishimiz tang ishkaqdan tirishib topgan vaqtimizda texmo pulimizdan barakat qildik-kam, yaxshi topa olamiz-kam. Ham uning ustiga ishimiz birga tursak, texmo bek ko'ngil xotirjam bo'ldik-kan. Shu hamda men bu do'konimni sog'lom o'tkazib qo'yib turib, hamishaga yo'lchimdan bilib keldim. Endi bu yerda qanchalik vaqt bardlashib beroladiganimizni men rost bilmayman. Chunki endi bundan kelib ishlab yiqishimiz 4-qitim. O'zimiz qanchalik vaqt chiday olsak, shunchalik bir g'ayrat qilib boqaylik, o'zimiz bir sinab boqaylik deb bu ishni boshlab oldik. Bu yerda ishlayotgan ayol battikandiq, ular biz kelgandan keyin hamma ishni bizga topshirib etib, ular ketganmi bo'ldi. Uylarni bir qor supurib etadiganni etib retlab ma'jamduqlarni tizaylik deb endi miyada men ish qilib ishlarni qilib ketyapman. Qarsaqmi kechmi bo'lay debdi, shu soat 10 daqiqan yegan samsa bilan qusaqmi ashdi deb men tomoq tayyor qilay deb degan oddiygina gangumi fangilgan alay saylanib akamabdi. Men bana so'ladi ko'rishni dumlab saylan aql versam men yo'lishim yo'qga yordamlash deb chaqirgan bo'ldi. Shundan ko'rishim dumlab sayimni suvga chilab qo'yiblam. Yo'lishimdan yeniga keldim. Endi bu yerda qolajaqkan 176 tuyuqdek qilib ekan. Endi men u asosiyatdan motorlar bilan bitadigan ish ekan, lekin shuningdan cho'qim bir odam qilmasa bo'lmaydi endi. Sonra birdan buni qarshi o'tgandan keyin tomoqning oxirini etay deb Asraning ma'vu aralashma chiqqan kengusi jumush bek bexatar alanga bek ishonchlik tam bek yaxshi odatda bek kengu yeb ketmaydi bundan narsalarni qo'yib degandek. Ma'niki ish qilib bek yaxshi ko'rdim. Yeb baqsanglar bo'lgan tamam payzga shuningdan buni bardam dilamga chiqib qo'rvatdi. Buni qo'rib tayyor qilib qo'yganimda miyaqdiki ma ishlar texcha tugmidda bu ishlar davomlashadi. Oldi kelib 3 soatdek vaqt kelgan. Buni qarash uchun ham bizning tunji kunimiz uchun musallamlash qilib taltirib qoldik. Hozir kunab ketamiz. Shuni bilan biz bu yerga qarab keygacha soat 8:20 dek bo'lib qoldik deyman. Shuni bilan tomoqlarimizni yeb qisaqlov bilan ketdik. Bulardan birdan o'tirib qochquchilarni yig'ishtirib arallam yetib olgan bo'pti. Qunday qilsa at ko'rishaylik.